tika turib yoziladigan bolalar o'zingiz uchun bilib oling, bu makruh, beodoblik, yomon narsa bu va o'zining najosatini ustuvoshi va badaniga tegishidan jirkanmagan bolalar bilib olinglar. Rasululloh aytganlar, CDdan saqlaninglar, badanlaringiz, ustuvoshlaringizga tegmasin, chunki qabr azobini ko'pi CDdan bo'ladi deganlar. CDdan jirkaninglar. Jirkanish kerak. Bu bittasi. Ikkinchi masala, endi buni ham men chuqur to'xtalganim sababi musulmonlar ko'p shunga amal qilmaydi. O'zi najosatdan o'zi saqlanmaydi. Keyin esimga tushib qoldi hozir, biror joylar shilinsa o'shani qonini so'rmaylar. Biz yoshlik, hozir ham sizlarda bormi bilmadim, yoshligimizda bir joyimiz shilinsa, o'sha joyda qonini so'rdirib yut deyishardi. Nimaga desa, qon paydo bo'lishi qiyin, yutib olsang o'zingga qon bo'ladi deydi. Bu harom bu. Shilingan joyda og'izga solib bo'lmaydi. Chunki qon badandan chiqishiga haromga aylanadi bu.